hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Eng qizig'i kompaniyamizda yangilikni boshladi, xudo xolasa. 1 tonnali motorollarimiz juda ham arzon narxda, aksiya narxida qo'yib oldim. 300 kiloliklarni ham juda ham aksiya narxida qo'ydim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga shunday o'tib aloqaga chiqib olasizlar. Juda ham arzon narxda yangiliklar olib kelganman. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu 1 tonnali motorolimizni $1000 ga beraman. $1000 bu ancha hozir vodiy bo'yida motorol bermaydi bunaqa. Juda ham baquvvat ishlangan. Akkumulyatoriga 2 oy garantiyasi bor. Obunachilarimizga yangiliklarimiz 500 kiloliklarimiz kelgan. Bodo kompaniyasi ishlayapti. Mana motorlarimiz aksiya narxida $1000 dan pol kabinalar ham bor. Moshinachalarimiz bor albatta. Ko'rishlaringiz moshinachalarimiz juda ham arzon narxlarda qilib qo'yganman. $2000 ga 90 kilometr yo'l olib, Gelivi akkumulyatori. Yangiliklar yangilik yomon chiqdi. Uning qarang, eng qiziq vaqti bombalari chiqdi. Tomosha qilishlaringiz mumkin. 3 g'ildirli yosh katta ota-onaxonlarga, hojati hojonalarga Rexshamiz yangiliklari chiqqan. Bu ham juda arzon narxda. Motorol so'raganlarga 300 kiloliklarga $750 dan $750 yana tushib beraman narxini. Yana $20 tushib beraman. Yana shuni akvarium. Bu vahshiy bomba narsada shuni qani akvarium. Eng qizig'ichi, bu-chi zo'r ishlangan, anaqa dizaynerni yorib olgan. Bilasizlar, baribir nomer 1 biz haqiqiy magazindan reklama qilyapmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Manzilda o'taman, Qo'qon shaharida ichida shuni damaldan kirib kelishingizda Manarit magazinda oldida. Mana tashqarida ham tovarlarimiz juda ko'p. Unga sizga aloqaga chiqaverasizlar. Videomizni tarqatib yuborasizlar.